Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. Birinchi kitob. Birinchi qism. Shu yili qish intayin qattiq kelgan bo'lib, qarining ochiq sovuqlari odamning jon-jindan o'tadi. Kishilar sirtqa chiqishga eringan shevg'alliq kunda ota-onam meni qari ustiga tashlab qo'yib, olmon-talmon ketib qilishdi. Taqdir ajoyib. Peshoniga yezilgandan hech kim qechib qutulolmaydi. Balki mening hayot musofam endi boshlangan bo'lsa kerak. Tirikchilik bilan sirtqa chiqqan ustam qilin qari ustida yotgan meni tepib oldi. Qoida bo'yicha aytganda, bir bovoq qahrdan sovuqda qilin qarda shuncha uzun turib, to'nglab o'lib qolmagan taqdirdimi osh qilib o'lishi aniq edi. Lekin ustam meni tepib olganda, men sho'x, tetik bo'lib, tinmay tipjaklaydim. Ustam atrofdagi muhitga tafsiliy qarab chiqqandan keyin qarda meyxva gulidek izlarning borligini, uning biror hayvonning oyoq iziga o'xshaydiganligini bayqadi. Dal mushu hayvon o'zining usti bilan meni necha kun boqdi. Kechdi meni cho'rdab uxlab, shuncha sovuq havoda yashashimga turtki bo'ldi. Ustam meni tepib olgan chaqda bu hayvon yana paydo bo'ldi. Ustamning deyishicha, u bir tishi bo'ri bo'lib, ustamni ko'ribla keyniga burilib o'rmonlikqa kirib ketibdi. Bu bo'rining kelish tarixiga nisbatan ustam bu haqda menga hech nima demadi. Bu bo'ri nimishqa meni yemaydi. Men texmu gangrab qoldim. Men aqlimni bilgandan keyin toqqa chiqib bir necha qadam izlagan bo'lsam-mu, bu bo'rini topolmadim. Lekin har qatim toqqa chiqqanda g'alati ish bo'ladi. Boshqalar toqqa chiqqanda yo yilonga, yo cho'chqiga o'xshash hayvonlarga uchrab qoladi. Lekin har qatim toqqa chiqqanda hech qanday ish chiqmaydi. Aksicha tog'dan tushganda jon halqumga kelib, yovi to'shqan yoki yovi to'g'ga uchrab qoladi. Bu ishga men hayron qoldim. Men bu tasodifiy uchirgan o'ljilarni ko'tarib uyga qaytganda ustam faqat beshini silab qo'yib, o'ljini ko'targanicha oshxonaga oldirash kirib ketadi. Xuddi toqqa chiqqanda quruq qo'l tushmaydiganligimni bilgandeklar. 12 yoshni oshgandan keyin ustam tuyuqsiz mening toqqa chiqishimga ruxsat qilmadi. Ustam Shiliba yesidagi danglik palchi. Ochqan pollari butunlay to'g'ri chiqqan nurg'un kishilar danqini anglab uni izlab keladi. Lekin ustamning bir qoidasi bor. Pol ochqanda osmonga qaraydi. Havo tutuq kunlari, yomg'irli kunlar va atigan kashlari hargiz oshmaydi. Har kuni faqat 3 qatim pol soladi. Buning nima uchunligini bilmasam-mu, men mushu qoida bo'yicha pol solishni o'rgandim. Bugun ustam bir puldor kishi tarafidan pol ichiq taklif qilindi. Men yon telefon o'ynab do'konga qarab qoldim. Tuyuqsiz kentdagi Jangtag'a eshikni ochib kirib keldi. Jangtag'am kentdagi qiri bo'ytaq. 40 necha yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, tegi to'y qilmagan bo'lib, atigandan kechgacha ustamdan qachon to'y qildiganligi haqida pol ichib berishni o'tinib keladi. Ustam har qatim aplab-saplab uni yo'lga sep qo'yadi. Chunki uning bu umrda to'y qilishi mumkin emas edi. Bu xil kishilar kosh talay degan edi ustam. Pol ichishda, pol jonga, jon odamga vakillik qiladi. Odam yashasa, ondan jon hisoblandi. Shunga pol ichish bizning hayotlikning belgisi deb qaraydi. Shavtiyan ustam yo'qmi? Jangtag'am yenimga kelib so'rdi. Chiroyidan qandoqdir g'amkinlik va tashvish chiqib turadi. Ajaba Jangtag'am biror ishga yo'liqqanmidi? Ustam palash qilib ketdi, dedim men udulla. Әмісі чатақ бопты. Dedi Jangtag'a tartib. Nim bo'ldi Jangtag'a?
men qiziqib qoldi. Bal silishni o'rgandingmi? Jang tag'i tuyuqsiz mendan so'radi. Har holda xeli o'rganib qoldi. Men beshimni lingshitdim. Undaqda yaxshi. Qarab baqa. Qo'limga nima bo'pti? Jang tag'am yengini qayirib menga sundi. Men bir qarabla cho'chib ketdim. Uning bilikida noyati cho'ng bir yara eg'izi bor bo'lib, xuddi biror yovvoyi hayvon tishlab olgandek edi. Ikki qator qonliq tish izi aniq ko'rinib turardi. Jang tag'a, sizga nima bo'ldi? So'rdim oldirab. Hey, annangni nesbasdi. Oldingi kuni taqqa o'g'lig'li chiqib, bir uchrab qoldim. Bek cho'nkan. Onu oğlab pul qilish uchun onu itib o'ltirib, yudib tog'dan tushayotganda bu bo'ri tuyuqsiz tirilib meni tishlab oldi. Nima? Bir bo'rini itib o'ltirdim dedingizmi? Hayronligimda ko'zlarim chaqchiyib ketdi. O'ltirib etmedim. Bu hayvon meni bir tishlab qochib ketdi. Lekin mening bu yori eg'izimga 2 kun bo'ldi. Faqat yaxshi bo'lmadi. Hatto qonnimni to'xtata olmadim. Qani deb baqa. O bo'ri bek yovuz o'xshamamdi. Bir pay o'q tegib, hech yo'q qochib ketdi. Jang tag'i shundoq degach, ixtiyorsiz titrab ketdi. Bu gapni anglabla, ochiqim keldi-da, Jang tag'imga varqirab turib so'rdi. Tezdan-a, u bo'rini qayerda uchratdingiz? Nim bo'ldi? Shavtiyan, senmi bo'ri olib ozroq pul topmoqchimi? Dedi Jang tag'i g'alitilik his qilib. Tag'a, o'ligingiz bo'lmasa tezdan. Jang tag'amga hurkardi. Men uni qo'rqitmadim. Bu yara har qancha eg'ir bo'lsa-mu, odam o'lmaydi. Lekin o yaralandirgan bo'ri kichik vaqtimda meni qutuldirib olgan bo'ri bo'lsa, men hargizmi bu qeri poytaxtni bo'sh qo'yib etmayman. Men Jang tag'amning alposini cho'chib ketdim. Tag'da, men hozir sizni boshlab boray. Men darhol orqa hovliga chiqib, ustamning bir dori sandiqini yudib, eshikni taqab Jang tag'amga agishib yurib ketdim. Kentimiz asldilla oshu tog'dan ancha yiroq emas edi. Kichik vaqtimda qancha qatim taqqa chiqqanligimni bilmayman. Ham bek tonish bo'lg'achqa Jang tag'amga agishib 1 soatcha yo'l mangandan keyin oxiri Jang tag'am degan yerga yetib keldim. O bir cho'ng daraxt osti bo'lib, o yerda yana bir aniq qondig'i bor edi. Uning ustiga eqib chiqqan qon noyti ko'p edi. Yuragim ancha so'qib ketdi. Shuncha ko'p qon eqib ketgan tursa, o bo'riga biror ish bo'lganmidi? Qon izini bo'ylab tang darhol izlashga boshladim. Toki kechgacha atrofni olib qo'ymay oqtirgan bo'lsam-mu, uning soyasini topolmadim. O bo'ri meni panohiga ilib, sutni ishkizmagan bo'lsa, men allaqachon o'lgan bo'lardim. Jang tag'am mening tog'da yo'ldan ezib qilishimdan ansirab, izchil menga agashdi. Soat 6da ustam menga telefon qildi. Men yig'lab turib bu ishni aytib edim, u darhol bordiganligini, shu yerda saqlab turishimni aytdi. Ustam qo'l chiroqni yondirib, taqqa chiqqan chig'ida kech soat 9dan oshgan edi. Jang tag'am ustamni ko'rib hayron qoldi. U darhol oldimga chiqib, belikini ustamga ko'rsatdi. Ustam uningga bir qarab etgandan keyin so'g'uqqina: "O'zim qaytib berib, to'g'ri qilib beray. Esingda bo'lsin. Bu tog'da o'g'lashqa bo'lmaydi. Agar yana o'g'lab biray chiqib qolsa, meni izdima. Sana yordam qilolmayman." Ustam xeli obro'yli gaplarni qildi. Jang tag'am orqa-orqadan shundoq dedi. Ondan bir necha eg'iz rahmat aytib tog'dan tushib ketdi. Ustam Jang tag'amning tog'dan tushayotganligini ko'rib, tuyuqsiz qo'shimisi turilib ketdi. Men heliqi daraxt ostida o'ltirib ustamning: "Sabab natija davriligida jon kerak. Jang shozi bugun kechgacha" degan so'zni g'uvo angladim. Mening ustozimni seg'ingudek rayim yo'q. Bir necha minut o'tgandan keyin ustam ulug' kichik tinib keldi. "Xotirjam bo'ling. Agar rostli u bo'lsa,
Onun tutqan yo'li alayda o'q bo'lmagan bo'lsa, onunğa hech bo'lmaydi, dedi. Rasma? Mən ustamның bu sözünü anlap hər halda xatırcam bo'lib qoldim. Şuna qarayotgan kunda meni yemay uning usti bilan necha kun boqdi. Mən yerim gün izlab uni topamadim. Balkim uning yarisi saqaygan bo'lishi mumkin. Albatta, dedi ustam beshini ling'itib. Shotiyan, qaytib ketaylik. Mən xatirjam bo'lolmay dori sanduqini bu cho'ng daraxtning ostiga qo'yib yuqori ovozda: "Bo'ri opa, men narsalarni bu yerga qo'yib qo'ydim", dedi. Debdira biliqi. Men tog'dan tushgach, orqamga qarab qo'ydim. Lekin hech qanday ko'langini ko'rmadim. Ko'nglim pek yerim bo'ldi. Bo'ri opam kichik vaqtimda hayotimni qutqizib, ikkinchi qitim jon bergan. Hozir men cho'ng bo'ldim. Nimishqa meni bir qitim ko'rishni xohlamaydigandi. Hey. Men ichimda urdim. Ustamning toksikletiga o'ltirib uyga kelgan chaqda kech soat 12 bo'lib ketgan edi. İkimiz qo'rsqimizni to'qlab, hujrimizga kirib yetib qoldik. Tön kechida yuzimni xuddi tukluk narsa silg'andek tuyg'u kelib qoldi. Ko'zimni ochay desam, hech ochamay yotatdim. Atdiganda uyning eshigini ochib qarasam, eshik oldida o'lgili uzun bo'lmagan bir semiz yavu to'shqan turgan bo'lib, taxminan 10-20 jan keladi. Buni kim qo'yib qo'ygandi? Hayronlik bilan yavu to'shqanni ko'tirdim. Ammo yavu to'shqanning ostiga bir dori sanduqi qo'yilganligini ko'rib, yuragim selib, ko'z tanoqlarimga yosh o'lashdi. Ko'zim birdamli qizirib ketdi. Chunki bu dori sanduqi dal men tunigun oqsham o'sha cho'ng daraxtning ostiga qo'yib qo'ygan heliqi dori sanduqi edi. Aslida oqsham bo'ri opam meni ko'rgili kelgan edi. Qaraganda bo'ri opam menga o'ziga hech bo'lmaganligini bildirib qo'yg'ili kelgandek qiladi. Men xushal holda yavu to'shqanni ko'tirgunimcha ustamning qeshig'iga kirdim. Lekin ustam yavu to'shqanni ko'rib chiroyi tutilib ketdi. Shotiyan, u akaga narsani amdiysan bo'lmaydi. Ba'zi ishlarning hudisidan chiqishga amalimiz yo'q, dedi u peshini chayqab. Buni anglab sal g'alatilik his qildim. Ustam yovvoyi hayvonlarni bo'libmi yavu to'shqanni bak yaxshi ko'radi. Bugun nimishqa bundoq gap qildigandi? Ustoz degan ba'zi narsalar nimani ko'rsatdi? Ustam shundoq degan ekan, men bu yavu to'shqanni yondagi Shavxoning uyiga olib berdim va ko'ktat bozoriga berib, ko'ktat setib oldim. Qaytib kelganda ustamning chiroyi yanil tutuq bo'lib, balkim atigandagi ish sababli bo'lsa kerak deb ancha ko'p o'ylab ketmadi. Tamoqdan keyin ustam do'konda o'ltiradi. Birisi ustamni pal echiq taklif qilib keldi. Biroq ustam sal turib, ishi borligini aytib takalluf bilan rad qildi. Deganda tushdan keyin kent boshqa tuyuqsiz eshikni ochib kirib keldi. Uning chiroyi jiddilashib tatirib ketgan bo'lib, ustam darhol oldiga chiqdi. Men mu tabiiyla ustamga ergishib chiqdim. Lavli, men bilan billa Lavjangning uyiga borsangiz bo'pti ekan. Lavjang uyda o'lib qopti. Hammamiz bir kentdan uni dafn qilib qo'yaylik, dedi kent boshlig'i uf tortib. Men bu gapni anglab cho'chib ketdim. Kent boshlig'i gapini qilgan Lavjang tunigun ustamni izlab kelgan jangtaga bo'lib, u qandoqsiga tuyuqsiz o'lib ketdi. Bo'ladi kent boshlig'i. Siz avval berib turing. Men ozroq narsa tayyorlabla keyningizdan boray, dedi usta. Uning turqidan bu ishdan xabar bordak bo'lib, hayron qolmaganda qiladi. Kent boshlig'i ketgandan keyin ustam o'z-o'ziga pichirlagandek past ovozda gap qildi. Bo'riga chiqilmaslik kerak edi. Ustamning bu gapining ma'nosini bilmadim. Lekin Jang tog'amning o'lib ketganligiga ko'nglim yerim bo'ldi. Nemali degan bilan hammamiz uning bilan bir kentda bo'lg'ashqa uning uchun azoblandi. Men darhol ustamga yordamlashib, dafn qilishga lozimliq narsalarni tayyorlashga boshladim. Ish tugagandan keyin ustam sanduqni qo'limdan elib, "Sen borsang bo'lmaydi", dedi-da, o'zi yolg'iz toksiklar bilan Jang tog'amning uyiga qarab mangdi. Men dong qetib turib qoldim.
Kentda odatda o'lim yetim bo'lib qolsa, ustam meni cho'qim ilib oladi. Bugun nimishqa meni ilib olmaydi? Ko'nglimda ozroq g'alatilik his qilib do'konga qarab qoldim. Kech soat 10dan oshganda ustam qaytib keldi va so'g'uq talaffuzda: Shodiyan, endi sening yan taqqa chiqishingga yo'l qo'yolmayman. Anladingmi? dedi. Ha, biroq bo'ri opam. U faqat bir hayvon. Sening opang emas. Shu tapda ustamning chiroyi so'rin, gap so'zlari qo'pol edi. Men homiqib turib qoldim. Ustamning bundoq turqini va bundoq deganini azaldan anglab boqmagan edim. Bugun uning zoti nima bo'lgandi? Undaqda opam kim? Meni tug'ib, qarg'a tashlab qo'ygan ayol opam bo'lamdi. Ko'zim qizirib ketdi. Men faqat tushunamadim. Menda tug'ma kamtiklik yo'q. Galvon, sarang, meyib emas. Chiroy turqi musat emas. Lekin dadam opam nimishqa raymsizlarcha meni tashlab o'tib, o'lib terishimdan kor bo'lmaydi. Uning ustiga zimiston qishda qelin qora ustiga tashlab qo'ygani. Aniq meni o'ltirayotganlikdan nim farqi bor? Ustam bir hasat jibib ketdi. Og'iri uf tortib qo'ydi va: Shodiyan, ba'zi ishlarni keyin tushunib qolasan, dedi. Nimani tushunaman? Men bir umr tushunmayman. Әтсіз сәһәрді ұстам, ені Жаң тағамның кейінлік ішлеріне бір тарап қығылып ады. Аңласам төнігін кәшті Жаң тағамның жиян қызы кечеде әмра бұғыл кәген болып, бүгін ені бір күн өтсе, әді дәпні қысы болады кен. Мен енілі өзім ялғыз дүканға қарап қалды. Бүгін хава тұтық, ұстамның қаидісіне білгелі кәммейді. Шуңа дүканға асалсан адам кәммеді. Кәч saat 6-da bir ayal kirib keldi. Bu ayal dehqonchilik bo'lib, puti yaralangan bo'lsa kerak, oqsab meng'avatdi. Acha, siz pala ochqil keldingizmi? Ustam sirtqa chiqib ketdi. Uning ustiga kechda pala ochqizmaydi. Bilaman, dedi ayol menga qarab beshni ling'ishdi. Undaqda men bir oz gumonlangan holda ayolga qarab qo'ydim. Bu ayolning qo'shilmasida bir iz bor. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 2-qism. Undaqda men bir oz gumonlangan holda ayolga qarab qo'ydim. Bu ayolning qo'shilmasida bir iz bor. Bu shaklsiz holda uning hayotini nobud qiladi. Uning ustiga mening nazarimda bu iz uning mushu vaqt ichida bola qazoga uchraydiganligini derak beradi. Hozir kech kirib bo'lgan tursa, nima chatoq chiqadi? Balkim xato paraz qilgandiman. Yana o'zimga tasalli berdim. boshqamu ish yo'q. Putim yorlandi. Ko'rib baqsangiz bo'pti ekan, dedi ayol. Ayol shundoq deginicha ishtinining pushqini tortib menga sundi. Uning putida kichik bir yara eg'izi bor bo'lib, qizirib ishib ketgan edi. O'ttirisida chimchiloq barmoqchilik bir to'shik bo'lib, uningdan yana to'xtamay qon chiqib turadi. Aniqki, bu o'q tekkan yara edi. Bir dehqon ayol qandaqsiga o'q tegib yorlandi. Ko'nglimda gumon bo'lsa-mu ko'p o'ylamay, darhol dori sanduqini ilib chiqib, zo'ngziyib o'ltirib uning yarasini tekshirib, ichidagi o'qning teg'i chiqarilganligini bayqadim. Acha, bu o'q teg'i ichida ekan. Menda narkoz dorisi yo'q. Sizni doktorxonaga opiray, dedim uni yo'lab. Narkoz bo'lmagan ahvolda o'qni olganda og'ir jondan o'tadigan bo'lib, ayol kishi turmoq, men degan arma bardoshlik berolmaydi. hojati yo'q. Men alaydan sizni izlab keldim. Siz yordam qilib bir taraf qilib bering, dedi ayol beshini chayqab. Lekin narkoz dorisi yo'q. Pek qattiq og'riydi. Bardoshlik beralamsiz? hech qisi yo'q. Qaraganda ayol qat'iy niyat kelganda qiladi. Men ilojsiz qo'shilganligimni bildirib beshini ling'ishdim. Dori sanduqidan bir pichoqni chiqarib, chaqmoq bilan qizartib, oddiy dezinfeksiya qilgandan keyin oldi bilan yara eg'izni ozroq bo'shitib qo'ymoqchi bo'ldim.
Hadi, chidab turing. Jiddiylashmay tez qo'l seling. Dedi ayol chiroyini o'zgartmay. Ichimda sal qoyil bo'ldim. Qizitilgan pichoqni ayolning yarasiga yenik takkizib ayolga qaradim. Ayolning chiroy ifodasi yana bir xil tamkin bo'lib, qaraganda og'riqdan haqiqatan qo'rqmaydigandek qiladi. Bu xil yara eg'izni bir taraf qilishda mening tajribam yo'q deyarlik edi. O'qni qo'lab chiqarganda qon xelili ko'p chiqib ketgan bo'lib, agar odatdagi odam bo'lsa, allaqachon og'riqdan hushidan ketgan bo'ladi. Lekin bu ayol bir eg'izmi gap qilmay, medrabmi qo'ymay jim turdi. Faqat chiroyi ozroq tatirib ketgan edi. Yarim soat vaqt ichida ayolning putidagi o'qni ilib, yarasini doki bilan tengib qo'ydi. Ayol o'rnidan turib udul chiqib ketdi. Men tehi uni qaytib ketdimikin debdiman. Biroq o'ylamgan yerdan u yengili o'lgan ishki yavu to'shqanni ko'tarib kirib keldi. Acha, bo'lsa nima qilganingiz? Men sal hayron qoldim. Bu yavu to'shqanni topmoq bektas. U ayol buni nerdan topgandi? Eling. Tugisa bir mezgildan keyin yana akilib beray. Dedi ayol menga qarab. Bo'ldi, akitib o'zingiz yang. Sizning qanday ko'p chiqib ketdi, quvvat bo'ladi. Men darhol beshinni chayqadim. Bundaq ishki yavu to'shqanni oshxonaga oz deganda 3-400 yanga setib bergili bo'ladi. Men kichik yara eg'izni bir taraf qildim xolos. Bu menga ortiqcha edi. Men yeyman desam har vaqt tuta olayman. Dedi ayol. Har vaqt? Men hangiqib qoldim. Bu tog'dagi yavu to'shqanni tutish shuncha osonmikina? Yavu to'shqan yeyishni yaxshi ko'ramsiz? Men kelar qatim sizga yavu to'shqan ekib beray. Dedi ayol so'zini davomlashtirib. Rahmat acha, rostli hojati yo'q. Mening narsamni og'ingiz yo'qmi? Ayol ko'zini sal qisib qo'ydi. Ovozda ozroq o'zgarish bo'ldi. U hayron qolgandek qiladi. Men bu gapni anglab gangrab qoldim. Bu ayolni mening tunji qitim ko'rishim. Bizning kentimizning odami emas edi. Nemishqa men buncha ko'yindigandi? Undaq emas acha. Men yaringizni oddiy bir taraf qilib qo'ydim xolos. Bundaq qilishning hojati yo'q. Aldirab tushunchi berdim. Odatda ustam pal salsa oran 30 yuan oladi. Men mundaq bir taraf qilib 2 yavu to'shqan og'inim 3-400 yuan og'im bilan tang. Ustam buni bilsa, aniqli meni tillaydi. Ayol menga uzoq bir qarab etgandan keyin birmi ig'iz gap qilmay sirtqa qarab mangdi. Amalsiz uf tortib qo'ydim. Yerdagi qon izlarini surtish uchun pul surtishni qo'limga ilishimga ustam kirib keldi. U yerdagi qonlarni ko'rib darhol so'radi. Shotiyan, boya kim keldi? Ustamning allaqizada bo'lib ketganini ko'rib, g'alitlik his qildi. 40 yoshlik bir ayol. Dedim men rostchilik bilan. Ustam so'g'uq kuldi. Qaraganda opang seni ko'gil kepti-da. Opang keldi dedingizmi? Qaysi opam? Bo'ri opamni demoqchimi? Ustamning gapini anglab cho'chib ketdi. Ustamning deginichi bo'lganda boyqi ayol kichik vaqtida menga sutni emdirib qutqizib olgan heliqi tish bo'ri edi. Chiroyim tatirib ketdi, ustam darhol kelib. O boya sana nima dedi? deb so'radi. Ko'nglim bir qismi bo'lib, nima qilarini bilmay qoldi. Opam meni yo'qlab keldi. Lekin u nimishqa tonishlik bermaydigandi. Opamning boya degan gaplarining hammasini ustamga deb berdi. U so'g'uq kulib qo'yib sirtqa qaradi. İnsanlarning o'ziga tushliq tutgan yo'li, jahondarchilik ilmi bor. Jin alvoslarning ham o'z yo'li bor. Agar rostli Shotiyang yaxshi bo'lsin desang, endi kama deb varqirdi. Men jiddiylashganimdan qop-qorong'u eshik sirtiga tikildim. Xato tuyg'unmi yoki boshqa narsami bilmadim. Qorong'ulik ichida bir jup ko'z menga uzoq qaragandan keyin qorong'ulikda g'oyib bo'lib qaytib ko'rinmadi. O ishdan keyin men bo'ri opamni endi meni yo'qlab kelmaydi deb o'yladim.
darvaqa eshik oldidimi yava to'shqan degandek narsalar qo'yib qo'yilmas bo'ldi. Bir kuni tushdan keyin kent boshqa tuyuqsiz do'konga kirib keldi. Bugun havo tutuq bo'lg'achqa ustam sirtqa chiqmadi. O kent boshqining kirib kelganligini ko'rib, tabili o'rnidan turib oldiga chiqib kutib oldi. Hey, kentdagi chin yog'och o'lib ketibdi. Lavli, siz berib bir taraf qilib bersangiz bo'pti-ku. Dedi u eg'ir uxtartib. Kent boshqining ovozi sal g'alati bo'lib, qandoqdir bir qo'rqinchli ishni ko'rganda qiladi. Ustam qo'shilmisini turib, chin yog'ochi qandoq o'libdi? dedi. Menmi hayron qolgan edim. Ilgari chin yog'ochiga burun o'g'irliqchi pal sepib qo'ygan edim. Palda uning umri uzun bo'ladi. Az degandimi 70-80 yoshga yashaydi deb chiqqan edi. Qandoq qilib 40 kirmay o'lib ketadi? Acaba mening pali ichish iqtidorim bek nacharmi? Kent boshliqining chiroyi totirib ketgan bo'lib, beshini chayqadi. Menmi aniq bir nima deyolmayman. Kent boshlig'i, nemish bo'lsa davring, dedi ustam. Kent boshliqi birdam ishkiyinib turgandan keyin eg'iz ochdi. U o'z o'lmagandek qiladi. Boshqalarni qaslab o'ltirmagandek qiladi. U Amisi qandoq o'libdi? So'radim ulabla. Kent boshliqi cho'nqir bir tinib olgandan keyin so'zni davomlashtirdi. Uni qandoqdir bir yovon tishlab o'ltiribdi. Yuragini sug'urib olgandek qiladi. Baq qo'rqinchliq. Yuragim shirkinib ketdi. Yovvoyi hayvon. Acaba ustamning chiroyi o'ngib ketdi. O dafni ishlarida ishiltadigan narsalarni yig'ishtirib, kent boshlig'iga agishib chiqib ketdi. Mening uning agashgim bor edi. Biroq ustam burilib, menga bir oz qo'rqinchli nazarda qarab, do'konda tur, esingda bo'lsin. Agar u hayvon yana kelsa, uning bundoq ishlarni qilsa, jazoga uchraydiganligini ayt, dedi. Nima qilishimni bilmay qoldim. Jang yog'ochini rostla bo'ri opam o'ltirganmi? Nima uchun? Bo'ri opam nimishqa odam o'ltirdi? Do'konda homiqib qanchalik o'ltirganimni, bu bir tushdan keyingi vaqtni qandoq o'tkazganligimni bilmayman. Esimga kelgan chaqda sirtda yomg'ir yog'ayotgan bo'lib, soat kash 7-8 bo'lib ketgan edi. Men ustamning yomg'irda qaytib kelmasligini ansirab, darhol do'konni taqab, o'yidagi cho'ng kunlikni ilib, chin yog'ochchining uyiga ustamni og'ilib bordi. Amaliyotda chin yog'ochchining qandoq o'lganligini ko'rib boqqim bor edi. Chin yog'ochchining uyi kent peshida bo'lib, do'kondan 1 kilometr yiroqlikda edi. Men kunni ko'tirib yo'lda tez suratda ketib boratdim. Yiroqda chin yog'ochchining uyidagi chiroqlarning yo'p-yo'q turganligini ko'rdim. Bizning bu yerda odam o'lib 3 kundan keyin ondan dafn qilingan odat bo'lib, bu chin yog'ochchi o'lgan tunji kun edi. Nayt tezla chin yog'ochchining uyiga yetib keldi. Meyit uzdi sali mehmonxona uyga o'rnashtirilgan bo'lib, uy ancha cho'ng emas edi. Jasad sandiqqa tiqib bitmagan bo'lsa kerak. Yog'ochchining jasadi yog'och taqtoy ustiga qo'yilgan. Ustiga bir parcha oq raxt yepilgan edi. Zalning o'ttirisiga chin yog'ochchining bir parcha so'rdi eshiqliq turardi. Meyitning tuqqanlari atikilgan bo'g'ashqa uyda odam oz edi. Ustamni ko'rinmaydi. Men darhol chin yog'ochchining jasadini berib oq raxtni ochdim. Chin yog'ochchining chiroyi tatirib, ko'zlari chakchiyib ketgan bo'lib, ko'z qarchiqi yo'qab ketgan edi. Oq ko'zlari xuddi men uning ziyonkashlik qilgandek menga vahimalik tikilib turardi. O'lsimi ko'zi yumilmaslik mushunda qo'rqinchliqmidi? Bu qo'rqinchli ko'rishdan tinim shirkinib, ikki putim titrab, so'g'uq terlab ketdim. Ammo bir opamning uni o'ltirib yotgan o'ltirmaganligini bilish uchun tishimni tishlab turib, davomli oqbatini ochdim. Shotiyan, yana kiyib qopsan-ku. Men sana do'kon qarada topilgan-ku. Tuyuqsiz ustam yenimda paydo bo'ldi. Qo'llarim titrigan holda chin yog'ochini ko'rsatib turib, "Ustam, uning ko'zi yumilmabdi", dedi. Bundoq ichinishlik o'lib ketsa,
Albatta, yumg'ili bo'lmaydi. Ustam yenimga kelib astoydillik bilan so'rdi. O hayvon keldimi? Ustamning yenimda ekanligini his qilib sal xotirjam bo'ldim. Lekin ustamning bunday deganini anglab ichim ochiq bo'ldi. Hatto radiya bermoqchimi bo'ldim. Lekin nima deyishini bilmay qoldim. Va yo'q degan ma'noda peshimni chayqadi. Ustam mening gap qilmaganligimni ko'rib, "At obdan tayyorlik qilib, toq chiqayli." dedi. Toqqa chiqamdoq. Nemishqa toqqa chiqamas. Men ustamning talabbuzining benormal ekanligini, hatto bir xil sovuqni his qilyotdim. Nima uchun toq chiqadiganimiz sana ayon. Odam o'ltirsa, badal to'laydigan gap. Ustam shundoq deginicha qo'limdagi kullikni ilib chiqib ketdi. Men joyimda nima qilarimni bilmay tantirab qoldim. Jiddiylashib ketyapman. Acaba ustam opamni o'ltirmoqchi bo'lganmidi? Kallam qalayim qilishib ketdi. Men chin yog'ochchining jasadining yoniga kelib, jasadga yepilgan oq raxtni butunlay qayirib ichib, dong qaytib turib qoldi. Yog'ochchining yuragi so'g'urilib, qop-quruq bo'lib qolgan edi. Xuddi biz to'g'ri o'ltirgan chaqda to'g'rining qo'rsqini yerib, barliq ishki a'zolarini sug'urib ilvatgandek kishini cho'chitatdi. Daldang'ishib bir necha qadam keyniga dojidim. Haqiqatan qo'rqinchli edi. Apa, rostli sen o'ltirdingmi? Qanda qaytib ketganligimni bilmayman. Hayvon bo'lsa meni qutqizib, imitib boqqan ona bundaq rahimsizlikni qilami? Mumkin emas. Uni o'lgili qo'ymayman. Bu ishni cho'qim aniqlayman. Uyga qaytib, ustamning yetib qolganligini ko'rib, narsalarni yig'ishtirib, o'g'irliqcha tog'ga qarab yugurdim. Yomg'ir yig'ib, tog'i yo'lib bak tilg'oq bo'lib ketgan edi. Uning ustiga qorong'u tushib ketgan bo'g'ashqa yo'l yurish xeyli tas edi. Tog' kentning keynida bo'lib, yo'l yoqasida qabristonlik bor edi. Kentimizda o'lganlar mushaga dafn qilinadi. Necha kunning oldida Jantag'am o'lib ketgan bo'g'ashqa yo'lda ho'l bo'lib ketgan qog'oz pullar qalamqon chechilib, kishini ixtiyorsiz vahimga solatdi. Uning ustiga qora bo'ron to'xtamay huvuldab, hamma narsa surilib ko'rinadi. Men tishimni ching-chishildim. Ustam, odam yengil o'lsa, ruhi shu atrofda o'ynab yuriydi degan. Ustozga agashkida shuncha uzun bo'lgan bo'lsa-mu, azaldan jin olovasini ko'rib baxmagan. Lekin bu mening jin borligiga ishonmaganligimga vakil qilolmaydi. Nemini degan bilan Jantag'amning o'lib ketganiga necha kun bo'ldi. Kim biladi? Uning arvohi mushi atrofda mutaxi. Yugurib ketayotgan shu daqiqada qulog'ini yorg'udak bir ovoz osmonni yerib o'tib jemidi. Ondan intayin g'alati kulki ovoz anglandi. Tuyuqsiz anglangan bu ovozni cho'chib ketdimda, ixtiyorsiz qo'l chiroqni ko'tarib ovoz chiqqan tarafni yo'ritdim. Qog'oz pul chechilgan yo'lning u beshida bir jup yop-yeshil ko'z menga qarab turardi. Men qo'rqib, varqirab sag'il tas qoldim. Sen kim? O'zimni to'xtatib qarab edim. O yo'l yoqasidagi qabr ustiga qo'nib olgan mushka buloq bo'lib, xuddi odamga o'xshash g'alati ovozi sayrab o'tadi. Onangni. Butun badanimdan sovuq ter chiqib ketdi. Bu qoqos dalida, yana kelib qabristonlikda yerim kechirib bu ovozni anglagan har qanday odamni surib bosmay qolmaydi. Men g'o'dirg'inimcha bir toshni ilib mushka buloqqa qartib otdim. Tosh uchib berib bir qabr yog'ichiga qattiq tegib taraqlab tushdi. Qo'l chiriqini qabrga qartib yo'rtib, uning ustiga Jangshu Chuan degan ismning yozilganligini ko'rdim. O necha kun burun o'lib ketgan Jantag'aning qabrisi edi. Men ulug' kichik tinib qo'yib, Jantag'amga bosh urmoqchi bo'lib tizilishib tamshilganda, chiroq nuri tushgan qabr teshining keyinda bir o'rak paydo bo'lib qolganligini ko'rdim. Men ko'zlarimni chaqchaytib yugurib berib, yangidan tiklangan Jantag'amning qabrisining boshqalar tarafidan ko'linib, ichidagi qora ranglik jasad sandiqi ko'rinib qolganligini ko'rdim. Men boya otgan tosh dal ustida edi. Jantag'amning qabrisida o'g'irlig'idak hech nim bo'lmasa, boshqalar nima uchun qo'laydi?
qabri qiyshig'ariq berib chiroqni yondirdim-da, cho'chib ketdim. Qorong'uda xurum chapon kiyib olgan bir mo'may qog'jirab ketgan qo'llari bilan qabrni ko'layotgan edi. Uning putsidagi xurum chapon g'alati bo'lib, xuddi timsohning terisiga o'xshash, ustida qosroqchilari aniq ko'zga chiliqatdi. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 3-qism. Uning putsidagi xurum chapon g'alati bo'lib, xuddi timsohning terisiga o'xshash, ustida qosroqchilari aniq ko'zga chiliqatdi. Texmi qo'rqinchligi, uning qora chochlari xuddi o'zi midirlayotgandek yelpinatdi. Chiroq nurini ko'rib, mo'may beshini ko'tarib qaradi. Uning chiroyi intayin surlik bo'lib, ingaklari ushliq, yuzlari qo'riq, xuddi ta'mirat kesili girtar bo'lib qolgandek ta'miratga besib ketgan edi. "Mo'ma, bu yerda nima qilyapsiz?" Qo'rqib tursam-mo, g'ayrat qilib so'radi. Mo'may menga bir qarab atgandan keyin zil ovozda javob qaytardi. Qo'rsqim echib ketdi. Yeydigan narsiz da'vatman. O gapini tugitibla qag'jirab ketgan qo'llari bilan Jang tog'amning qabrisini ko'lab-edi. Yerim kechirib boshqalarning qabrisini ko'lash uning nazarida noyda normalda qiladi. Qo'rqib tursam-mo, o'zini zo'rg'a besib olib, somkamdan bir kichik bolkini ilib, titrab turgan qo'llarim bilan uningga sundim. "Mo'ma, buni yeng. Bu bak yeyishlik." Uning nari yaxshi. Bo'ldi. Menga daxl qilma. Mo'may shundoq deginicha davomli qo'li bilan qabr ko'layverdi. Men joyimda turib, nima qilishimni bilmay qoldim. Jang tog'am ikkimiz qandoqli bo'lmasin yurtdosh. Uning qabrisining bu g'alati mo'may tarafidan qo'langanligini ko'rib turamidim. "Mo'ma," dedim men tishimni tishlab turib. To'liq mo'ma davamsan-chu. Bek chaqirg'in kelsa, Liu kampir desang bo'ladi. Mo'mayning mijozi noydi chus edi. U tuyuqsiz beshini ko'tarib menga tikilib qaradi. Uning qarashlari vahimalik bo'lib, tenim shurkinib, to'g'ri atlarim tik turib ketdi. Ixtiyorsiz keniga necha qadam dojib ketdim. U menga qarab bir necha sekund qarab turgandan keyin tuyuqsiz o'rnidan turib menga qarab asta keldi. "Yo'q. Uni mangdi degandan to'lg'inib yo'tkaldi" deyish muvofiq bo'lib, xuddi jin arvohidek surilib menga yiqillayotdi. Nima degan qo'rqinchliq. Men bundaq g'alati yo'l yurish qiyofatidan tengirqab qoldim. Kulrang qiz ayni yili qutqizib olgan bola sen-ku deyman. Mo'may menga birdan tikilib qarab turgandan keyin ovozi sal pasaydi. Mo'may degan kulrang qiz kichik vaqtimda meni emitgan tishi bo'ri opam shumidi? Kela. Menga pal selib qo'ygin. Menda qeri xotinning yana qancha yil umri qopti. Siz opam tunimsiz? Oppa deganingga qaraganda xili vijdoning bor ekan. Qani, pal ochmamsan. Menda qeri xotinning yigitishidan ansirayotamsan. Mo'mayning chiroyida bir xil g'alati tuyg'u paydo bo'ldi. Uning qo'rilib ketgan yuzlari midirlab, og'ziga sarg'ayib ketgan ikki tal cho'ng ushliq tishi ko'rinib qoldi. U to'limi ehtiyotchan edi. Hijolatchilikda beshini chayqadi. Agar u rostli opam bilan tanishsa, undaqda u opamning yuzini qilib, menga chig'ilmasligi mumkin edi. Men amalsiz Liu kampirning chiroyiga tikilib qardim. "Qo'lchiroq bilan sizni yo'rsam bo'lamdi?" Xolig'iningchi bo'lsin. Sen nemanchi to'g'u yurak. Tez bo'l. Qo'rsqim ichib ketdi. Yana misildisang, seni yepsammay. Liu kampir menga olib qo'ydi. Qo'rqonimdan titrab ketdim. Hamda darhol qo'lchiroq bilan Liu kampirning yuzini yo'rtib, ustam menga o'rgatgan usul bo'yicha Liu kampirning chiroyini tahlil qilishga boshladi. U intayin qeri bo'lib, chiroyini tal-tal qo'rq besib ketgan edi. Palchilar palsosa odatda ko'z, quloq, burun, ingak, peshona, quloq yumshiq qatorliq 12 a'zoga qaraydi.
Odamning umriga pal ichish uchun ikki ko'zning o'ttirsidagi tog' yildizi qismiga qaraydi. Leo kampirning burni noiti egiz bo'lib, Long akamnikidimi cho'ng edi. Tog' yildizi purilishib ketgan bo'lsa-mu, lekin umumiy jihatni aytganda, uning tog' yildizi noiti quyuq bo'lib, xuddi hozir husn tuzatganga o'xshash g'alita, moslashmagandek ko'rinadi. Peshonasimi xuddi o'kul urgandek to'mpiyib chiqqan edi. Bu xuddi tashqi plan odamning chiroyiga o'xshaydi. Lekin haqiqiy palchilarning nazarida bu haqiqiy uzun umr ko'rishning beshorati edi. Men o'ylab qoldim va ehtiyotlik bilan sizning yana 10 yilcha umringiz bo'lishi mumkin, dedi. To'g'risi aldingmi? Shundoq, jazmashtirayman. Leo kampirning yop-yeshil ko'zlari menga mixdak qadaldi. Shu topda u meni bir yilmabla yutib bitirgandek alpozdi edi. Qo'rqib tursam-mu, tishimni tishlab, beshimni langishdim. Leo kampir birdan sukutga cho'mgandan keyin ondan ulug' kichik tinib qo'ydi. Mening mo'ljalliginimdan ancha farqlanmaydi. Uning bu gapini anglab uf dedi. Men Leo kampirni qabrini davomli qo'laydi deb o'ylagan edim. O'ylamagan yerdan u menga bir qarab o'tgandan keyin ikki qo'lini kayniga qilib, yerim egilib, badanini to'lg'ab asta-asta yiroqqa yo'tkaldi. Bir oydan keyin seni yana bir qatam izlab kelaman. Shu chog'da menga qaytib pol silib qo'yishingni umid qilaman. Soltak, bugun sening yuzingni deb bu odamning jasadiga tegmadim. Esingda bo'lsin. Sen külrang singlimni ona desang, u mangu sening onang bo'ladi. Agar kunlarning birida uningga ziyonkashlik qilsang, undaqda sen o'lgan chog'da sening qabrangni ko'lab, go'shingni yeyvataman. Leo kampirning ovozi borgan sir pasayib ketdi. Men o'rnimda hambiqib xeli uzun turib, ondan esimga keldim. Va men qo'lim bilan 10 necha minut vaqt sarf qilib, Jang tog'amning qabrisini qaytadan ko'mib qo'yib, davomli taqqa qarab mangdim. Yerim kecha bo'lganda oxiri oldingi qatam opam yaralangan heliqi cho'ng daraxtning ostiga keldi. Opa, men seni ko'gili keldim. Opa, men seni ko'gili keldim. Bar ovozim bilan varqirdim. Lekin atrof jimjit bo'lib, o'zimning oyoq tevishi, tiniqimdan boshqa hech qanday shapi yo'q edi. Opa, o'zini tutmoqchi. Darhol yo'shirin vaqin. Yana hech qanday ovoz yo'q. Jiddiylashga boshildi. Ati ustam taqqa chiqsa, cho'g'im qurol ilib chiqadi. Agar opam ustamga uchrab qolsa, o'lib ketishi aniq edi. Toki ovozim putib qolguchi davomli varqirdim. Opam yenili ko'rinmadi. Ochiq kulib qo'ydim. Qarasam tong yo'rib ketibdi. Men darhol qaytishim kerak. Bugun ustam bilan birga kelishni o'yladim. Balkim halqiliq paytda uning hayotini qutqizib kelishim mumkin. Shularni o'ylab uyga yugurib digida qaytib keldim. Ustam texi turmagan bo'lib, munchiga tushib kiyimlarini almashtirib, noshliq tayyorladim. Narslar tayyor bo'ldimi? Dedi ustam noshidan keyin. Shundoq, tayyorligimiz bitdi. Beshimni langishdim. Amsa darhol taqqa chiqayli. Ustam yana so'g'uq talaffuzli so'zlayotdi. Ko'nglim yerim bo'ldi. Ustam bo'ri opamni o'ldirish niyatiga kelganda qiladi. Ustam, bo'ri opamni topsangiz nima qilasiz? Delig'ul bo'lib so'radim. O hayvonni qo'yib berdingmi? Ustam so'g'uq kulib qo'ydi. Un chiqarmadi. Kenti o'lib ketgan ikki odamning xunini kim to'laydi? Dedi ustam menga tikilib turib. Odam o'ldirsa, jonga jon to'laydi. Hayvon odam o'ldirsa, so'riq bo'lmamdi. Og'zim to'vaqlanib qoldi. Bo'ri opamning o ikkisini o'ldirganligi aniq bo'lgan taqdirdami, uning o'lishiga qarab turmayman. Eshikdan chiqishimizga bir qora ranglik beniz yiroqdan keldi. Hamda do'konning oldida to'xtadi. Qo'ltiqiga hujjat somkasi qistirib olgan bir mashinadan tez suratga tushdi. Bu kostyum burlik kiyib olgan bo'lib, turqidan puldorlikqa chiqib turardi. O ustamni ko'rib taklif bilan ko'rishdi. Leo ustam yaxshimisiz? Sizni Jangbosh direktor tunishtirgan. Oldin qapda sizga telefon qilganda bugun keling degan edingiz. Bu gapni anglab, hayronlik bilan erga ko'z yugurtib chiqdim. Uning leviyindagi pol tiyib chiqqan
gurishchilik cho'nliqdagi qor xoli menda boshqacha ta'sir paydo qildi. Eg'iz yinida mangba odam kishiga osh ko'z, mug'ambar, tamoqir ko'rindi. Shuni bir qarabla uning xarakterini tushunib, ancha yoqtirib ketmadim. Erning sol taraf qishining ostida yana bir qizil chekit bor bo'lib, bu polchining nazarida shakalliq nuqtasi deyildi. Yana kelib, uning burni ilmak ushliq, yangoq so'ngining ikki tarafi sal-pal simmetrik bo'lib, ko'zining quyruqidagi qizil chekitga moslashgan. Yovuz qiyofati bilinib turadi. Ro'shanki, u yaqinda ovorchilikqa uchirgan, uning ustiga boshqalarning hayoti bilan munosabat ishlarini qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ustam erga qarab qo'yib, qo'lini pulanglatdi. Bugun vaqtim yo'q. Kelar dushanba dal vaqtida keling. Er bu gapni anglab, daqiqa tingirqab qoldi-da, oldirab tinab xushomat qilishga boshladi. Le ustam, o'tgan hafta oldin kelishib qo'ygan. Uning ustiga shirkatimizning ishi bak aldirash. Jiddiy edi. Bugun vaqt chiqarib menga bir yo'l ko'rsatsangiz. Shirkat? Agar rostli shirkatning ishi bo'lsa, hozirla polsi beray. Ustam uningga qarab kulib qo'ydi. Er o'ng'aysizlangan holda. Undaqda kelar dushanba kelay. Dedi-de, mashinani haydab ketib qoldi. Shotiya, bu odamga qanday qaraysan? U ketgandan keyin ustam tuyuqsiz mendan so'radi. Men mu ishkilanmay, boyaqi tahlilimning hammasini dedim. Ustam beshini ling'ishdi. U haqiqatan qotillik delosiga chetilib qoldi. Bu qotillik delosining uning bilan bevosita munosabati yo'q. U faqat chetilib qolgan. Mundaqcha aytganda, uni nas bosdi. Ammo uningda burilish bo'ladi. Bu burilish keyingi dushanba kuni bo'ladi. Shotiya, u odam dushanba kuni kelganda sen uningga pol ichib bergan. Men ichib beramda. Shundoq. Chunki dushanba kuni qaytib kelmaslik mumkin. Bu nima deganingiz? Men ozroq qangrab qoldi. Ustam hech qanday tushuncha bermay toksikletni qo'zg'atdi. Men bu do'konning ishini yepayotgandan keyin uning keyniga mingishib tog' tarafga qarab mangdiq. Yo'l bo'yi ustam bir eg'izmi gap qilmadi. Ustam menga qaraganda bu yerlarga pishiq bo'lsa-mu, lekin tog' eg'izga kelganda sal ishkilinib qoldi. U 3 tane mis pul va 3 tal sandal kujini chiqarib tutashtirgandan keyin tangini kujizonga silib, ko'jiga o't yoqdi. Meni hayron qoldirg'ini kuji ko'yishi bilan 3 yarmoq kujidondan sakrab yerga tushib ketdi. Men cho'chib ketdim. Ustamga agashgili shuncha uzun bo'g'ashqa uning nima qilayotgani menga ayon edi. Bu tog' ilohiydan so'rash deyiladi. Ustam menga har bir tog'ning cho'ng kichligidan qat'iy nazar bir tog' ilohiy bo'ladi. U tog' ichidagi hamma narsani boshqardi. Xuddi har bir daryo ilohiy bo'lgandek degan edi. Ustamning bo'ri opamni tutishi tog' ilohiyning narsini og'aliq bo'lib, u ko'ji yiqib, mistanga qo'yib, uningdan qo'shilishni talab qilgan edi. Lekin 3 tane mistangining uchib chiqishi tog' ilohiyning qo'shilmaganligini bildiradi. Agar qo'shilgan bo'lsa, ko'ji kuyib bo'ladi. Uning ustiga 3 tane mispul kuyib kulga o'yinib, tog' ilohiy tarafidan elib ketiladi. 3 tangini tutib turgan ustamning chiroyi totirib ketdi. Bir jangalning bo'rilari. Shotiya, mangayli. Ustam tog' ilohiyning qo'shilmasligi bilan kori bo'lmay, o miltiqini ilib taqqa chiqishga boshladi. İçimni qandaqdir bir vahim ichirib bo'lgan edi. Ustam tog' ilohiyning paydo bo'lishidan qo'rqmamdigandi. Tog' ilohiy paydo bo'lsa, uning oqibati bak eg'ir edi. Men ustamning yiroqlab ketganini ko'rib, uningga darhol ergashdim. Ustamning taqqa chiqishini to'samagan bo'lsam-mu, lekin uning bo'ri opamga qo'l silishini to'salayman. Taqqa chiqishga yarim soat vaqt ketdi. Darvaqa tog' ilohiy qo'shilmag'achqa yo'l bo'yi 7-8 zarlik yilonga, hatto bir vahshiy yovu to'ng'izga yo'liqdi. Aniqki bu tog' ilohiy opamni qo'g'dab o'tadi. Taqqa ishqirlab kirgan siri zaharlik yilonlar ko'payib hujum qilishga boshladi. Azaldan hayvonlarga ziyon zahmat yetkazishni xohlamaydigan ustam bu qitim bir yilonning quyruqini miltiq bilan yarlantirib chekindirdi.
Ustam bu qatim qat'iy niyat kelgan bo'lsa kerak, qilchi ikkilanmay, ko'z oldidagi vahimadan qo'rqmay, bo'ri opamni izlashdan voz kechmadi. Ammo kech bo'g'icha bo'ri opamni tepishimiz natijasiz bo'ldi. Har holda xotirjam bo'lib qolgan edim. Ustam, kech kirib ketdi. Qaytib ati kelandiq. Ketmaymiz. Bugun tog'da tunaymiz. Ustam shundoq deginicha daraxt shoxlarini kesib apchil chidir yasadi. Biz o'ntinsiz o'ltirib ilib quruq yemeklar bilan qo'rsoqni astarlab olgandan keyin ustam meni yetib oram ilishimni o'zi ko'zatchilik qilganligini aytdi. Ustam, bu yerda qandoq yotimiz? Zaharli ilonlarning qo'rqayotganligimni his qilgan ustam kulib ketdi. Qo'rqmag'in. Atrofga benzin chechib qo'ydim. Hech nima yaqinlashamaydi. Ustam, siz uxlang. Men ko'zatib turay. Yatsam baribir uxlayamaydim. Shunga ko'zatib turishni tanladim. Ustam tezit qilmay, yog'ochchilarga kirib ketdi. Uzun o'tmay uning xo'rak ovozi anglashga boshladi. Qorong'u o'rmonda o'ltirib, tegiga xiyollarga petib ketib atdim. Tunigun kechida bo'ri opamni izlab kelsam, u nimishki men bilan ko'rishmaydigandi. Acaba mendan ranjib qolganmidi? Yoki ustamning ogohlantirishidan qo'rqqanmidi? Tuyuqsiz mendan ancha yiroq bo'lmagan yerda qandoqdir birisining shipildab mangan ovozi anglandi. O ovoz shundoq past va shamoldek yengil bo'lib, kishini vahimaga solatdi. Qo'rqib tursam-mu, ehtiyot bilan shabi chiqqan tarafga qaradi. Qorong'ulik ichida bir jup ko'z menga qarab turadi. Tuyuqsiz paydo bo'lgan bu ko'zni cho'chib, badnimdan chipildab tar qo'yilishga boshladi. Bu ko'zlar yop-yeshil bo'lib, odamni vahimaga solatdi. Aniqla yovvoyi hayvon bo'lib, uning hujumidan ansirab yiqilishga jur'at qilamadi. Elim yaxshi yerimda bir tal yog'och bor ekan. Men darhol qo'limga ilib, qo'g'inish holtir turdim. Ammo bu yop-yeshil ko'z bir hazab menga qarab turgandan keyin noit tezla qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Ko'nglimda gumon paydo bo'lib, keynimga burilib ustamni uyg'otmoqchi bo'lganda, aslida uxlab qolgan ustamning qaysi vaqtda uyg'onib keynda turganligini, ustamning yop-yeshil ko'zlari yo'qolib ketgan tarafga tikilib turganligini, chiroyida azaldan ko'rib boqmagan tamkinligini payqadim. Acaba boyqa yop-yeshil ko'z atalmish tog' ilohimidi? Shodiyan, kirib uxla. Lekin ustam, boyi u yerda. Men yovvoyi hayvon hidimizni burab kepti demoqchi edim, ammo ustam qo'lini pulanglatdi. Bildim. Kirib uxla. Ustamning bu gapini anglab, yuvoshlik bilan chidirga kirib yotdim. Ammo ko'zimni yumsamla, boyqa sovuq yop-yeshil ko'z qo'limda paydo bo'lib, meni vahimaga solatdi. Kesib aytalaymanki, bu hargizmi bo'ri opam emas. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 4-qism. Ustamning bu gapini anglab, yuvoshlik bilan chidirga kirib yotdim. Ammo ko'zimni yumsamla, boyqa sovuq yop-yeshil ko'z qo'limda paydo bo'lib, meni vahimaga solatdi. Kesib aytalaymanki, bu hargizmi bo'ri opam emas. U kuni kechda opam odam siyoqiga kirib meni izlab kelganda, uning ko'zlari muloyim edi. Hargizmi boyqidek tanni jo'g'ildatqudak surlik, qo'rqinchliq emas edi. Uyan o'rilib, buyan o'rilib, garang-gorong holatda uyquga ketdim. Uyquliqda xuddi quluqimning tövdə birisi so'qishayotgandek bakli varanchurung his qildim. Ko'zimni ochib qarab boqay desam-mu, badnimni zodli kontrol qilolmadim. Qopqim bakli eg'ir edi. O'diqib, jinimning barcha tirkashkim keladi. Turib yana yuzimni yumshoq bir narsa muloyimlik bilan silab olgandek his qilib, u xil qo'rqinish asta-asta yo'qoldi. Deganda ustamning meni chaqirgan ovozini cho'chib uyg'onib ketdim. Ustamning ovozi bak bo'sh bo'lib, yugurib chiqib, ustamning qon ichida yotganligini ko'rib, dong etib turib qoldi. Ham yer qoniga bo'ylab ketgan edi. Ustam, nima ish bo'ldi? Kimsini bu holga tushirib qo'ydi? Bo'ri opammi? Men sarang bo'lib qolgandek yugurib berib, ustamni ko'tarib kamga qarab yugurdim. Ustamning butun badani titilib ketgan bo'lib, qonlar chipildab yiqib turardi. Yugurib ketib yig'lab ketdim. Akşam sırtda bir narsaning urushqanligini bilib, nemishqa chiqib qarab boqmagandim. O'zimdan nafratlanishga boshladim.
tog' eg'iziga kelganda shaharga mong'an qo'shnimizni uchirtib qoldim. U ustamning butun badanining qon bo'lib ketganligini ko'rib, darhol 3 chaqliq velosipedni haydab, ustamni bozorliq doktorxonaga ilib bordik. Ustamning beliki, yo'tsidagi qator yara eg'izi kishini cho'chitadi. Bundaq titilgan yara eg'izi, tish izining cho'ng kichikligi, qiyofati hayvonning tish eg'iziga tamoman o'xshaydi. Demak, bir opamning qilganligi aniq. Bir opam ustamning o'zini o'ldirmoqchi bo'lganligini bilib, men uxlab qolgan fursatdan foydalanib qo'l soldi. Kallamda bir opamning ustamni vahshiylarcha tishlagan holda ko'z oldimga kelib, ko'zimdan yoshlar taramlab eqib ketdi. Qanchalik vaqt o'tdikin, mas'ul doktor meni uyg'otdi. Bemor qutqizib olindi, lekin qon ko'p chiqib ketgachga qachon hushiga kelganligini bilmayman. Uning ustiga bu mezgilda har kuni 3000 yerdan ortiq davolanish haqi ketadi. Bu biz uchun ochiq havoda chaqmoq chaqqandek edi. Ustam odatdagi kentliklarga, yana atrofdagi kishilarga pal ochadi. Hammasidan 30 yuan oladi. Yiqqini yo'q deyarlik. Bir kecha kunduz jiddiy qutqizish orqali ustamning barliq yiqqan pulini ishiltib bo'ldim. Hozir har kuni 3000 dan ortiq davolanish haqini men nerdan topaman? Uyga qaytib, do'konga sanduq ishkablarni aqtirib, 1000 yuanga yetmaydigan pulni topdim. Yana kent boshlig'ining uyiga berib, yolvorib yurib 2000 yuan qarz oldim. Kentliklardimi ozdan elib, taxminan 5-6 ming yuan jo'g'ladim. Men darhol doktorxonaga berib pulni topshirib, ustamning qishiga kirdim. Uning chiroyi tatirib ketgan bo'lib, qattiq uxlayotganda qiladi. Ko'z chanoqim qizirib, mashinaga o'ltirib do'konga qaytdim. Bir opam turadigan toqqa chiqib, "Apa, sen nimishqa mening ustozimga zaharli qo'l solasan? U meni beqib cho'ng qilgan ustoz." deb tovlab nolib faryod qildim. Lekin sado yo'q. Mag'dursiz badanimni so'rab tog'dan tushib do'konga qaytdim va do'konning ichini yig'ishtirib, eshikni ochib, tijorat qilishga tutish qildim. Endi kuniga ketirgan necha ming yuanlik davolanish xarajatini jo'g'lamasam bo'lmaydi. Men do'konni tuzashtirib, ratli kiyinib, xaridor kutib o'ltirdim. Bir qism xaridorlar kirib, tavob qilishga ishiltigan narsalarni setib oldi. Bir tushdan burun jami 100 necha yuan kirim qildim. Necha nurg'un kishilar kirib, yana nurg'un kishilar kirib, palni mening ochirganligimni ko'rib, noyda oddiy bir ig'iz gap so'rab, kelar qaytim kelay deb burilib chiqib ketdi. Bundoq ketaversa, har kuni qandoq qilib 1-2 ming yuan yiqilib bo'ladi. Tuyuqsiz ishik sirtida qorranglik beniz mashinaning to'xtaligini ko'rib, ko'zim yorib ketdi. Bu necha kunning oldida atdiganda kelib, ustamni izlab pala oshqizmoqchi bo'lgan hiliqa emasmi? Bir qo'lda uning so'mkasini qisib kirib keldi. "Le ustoz yo'qmi?" Ustam doktorxonada yetib qoldi. Sal umidsizlanib turib qoldi. "Mo'shundaqmi o'dilib qolamdi? Ustozingiz meni bugun kel degan edi-ku. Qandoq sizga og'rib qoladi?" Ustam menga tapilab qo'ydi. "Men ichib bersam bo'ladi?" dedim men erga qarab tamkinlik bilan. Amaliyotda ko'nglim dakki-dukkida edi. Odatda ustozim bochaqda men asosan boshqalarga pal ocholmaydim. Bu mening tunji xaridorim hisoblanadi. "Sen? Bo'ldilar, keyin kelay." Menga gumon bilan qarab qo'yib, o'dirganicha keniga o'rilib ketmoqchi bo'ldi. Ichimda tit-tit bo'lsam-mu, ko'rinishda kulimsirab qo'ydim. Menga yana bir qarab etgandan keyin dargumonda so'radi. "Sen rostilla palaç alamsan?" "Avval o'ltiring." Men uni o'ltirishga ishorat qildim. Ishkilansimi yana o'ltirdi. Ko'nglim aromiga tushib so'radim. "Efendim, familiyangiz nima?" "Canxov. Bu yil 39 yoshga kirdim." dedi Men beshimni ling'ishtib so'zimni davomlashtirdim. "Ustam topshirgan ekan, undaqda xotirjam bo'ling. Men obdan hisoblab boqay." Ustamning pal silish qoidasi bo'yicha pal silish 4 xilga bo'lindi. Yuzda hisoblash, qo'lda hisoblash, sumakda hisoblash, yana yelda hisoblash degandek. Siz qaysi xilda hisoblashni xohlaysiz? Ishkilinib qilib. "Ximirini hesaplayli. Meni tunishtirgan heliqi do'stim ustingizning ximirini nihoyat to'g'ri hesaplaydiganligini aytdi."
Mening o do'stimmi ilgari ustingizning ko'rsatmasi bilan qiyin o'tgandan o'tib ketgan. Man beshimni ling'ishitib qo'yib, uning chiroyiga yana bir qitim sinchilab qaradim. Man oldingi qitim uning chiroyini tahlil qilib, Jang Hao ismli bu erning zo'rliq so'ngbuliq qilsimi ko'zni met qilmaydigan odam ekanligini his qildim. Shunga uning qotillik dilosiga chetilib qilishmi o'rinsiz emas. Yomon ishlarni ko'p qilsa, tabiiy holda sabab natija munosabati tufaylidan jazoga uchraydi. Lekin aniqki, uning jazosi texi haqiqiy boshlanmadi. Bu ogohlantirish xolos. Uning qosh ko'zining o'ng tarafidagi qizil donxo'rak allaqachon qordab ketgan bo'lib, bu uning bu qitim chetilib qolgan qotillik dilosining o'zligining hal bo'lganligini, boshqa biror vosita qo'llanishning hojati yo'qligini tushuntiradi. Biroq yomon yeri shuki, u o'zini aqllik chog'lab qoldi. Men uning burnining uchi va ikki qeshidan rangining tuttuq ekanligini ko'rdim. Aniqki, mol dunyosi vayron bo'lgan. U chetilib qolmaslik uchun pul xarjlab nurg'un munosabat bog'lagan. Bu aslida o'zligidan o'tib ketadigan ish bo'lib, munosabatga tayinib hal qilaman deb turib olsa, tabiiyla aksiya unum berdi. Yana uning javg'aylarining ikki tarafida oq chekit bor. Bu uning oila ishlarining murakkab ekanligini bildirdi. Uning ba'zi taraflari ancha yaxshi emas. Jang Hao menga chiroyini purishtirgan holda tikilib qaradi. Jang apandi, siz qaytib bo'lgandan keyin uyda 3 kun hech chiqmay jim turing. İşlar tabiiy o'tib ketadi. Mushundoq oddiymi? Jang Hao homiqib turib qoldi. To'g'ri, mushundoq oddiy. Men beshimni ling'ishdim. Ba'zi yushirin ishlarni yanada oz qilish kerak. Buning ta'siri aksicha bo'lib qoladi. Yushirin ish. Sizni demoqchi bo'lganingiz, men o'zim berib tayyorlik qilmasam bo'lamdi ya? To'g'ri, sizning chiroyingizdan qaraganda ko'z qirosi yetib keldi. Bahar shamoli yiroq emas. Demak, bu sizga ta'sir ko'rsatmaydi. Siz boshqa masalalarni ansirmasizmi bo'ladi? Men beshini ling'ishdim. Qotillik dilosi chetilib qilish haqiqatan kichik ish emas. Aslida siz bilan munosabatsiz. Siz oldirab, taraf-tarafni tayyorlik qilsangiz, tabiiy holda ba'zilardan diqqatni tortasiz, ba'zi hech qilmasimi ishni hal qilib bo'ladi. Lavjangning bu qitim aran 100 ming yuan qabul qilishi ajablanarli emas ekan. Aslida mundaq ekan-da. Dedi u o'z-o'ziga pichirlagandek. U bu gapni qilib bo'lgandan keyin chiroyda hurmat tuyg'usi paydo bo'lib, bu menga bo'lgan pozitsiyasida cho'ng o'zgarish bo'ldi. Kichik ustamning familiyasi nima? Familiyam Li, ismim Tianzi. Dedim men kulimsirab. Jang Haoning kayfiyati yaxshi bo'lib qolganda qiladi. U og'zini ochib, meni Li ustoz deb chaqirishga boshladi. Men oldirab tenab qo'l bilan atdim. Teg' ustoz bo'lishga loyiq emasman. Meni Li deb chaqirsangiz bo'ladi. Bo'ladi. Yana bir ishlar yo'l qilib qolsam sizni izlab kelaman. Jang Hao kulib qo'yib somkasini bir bog'lam pulni ilib ustalga qo'ydi. Ko'chib ketdim. Qarasam oz degandimi 2000 yuan qiladi. Ustam har qitimda oran 300 yuan oladi. Men nadimi bundoq ko'p ilishqa jur'at qila olmayman. Bu ustamning qoidasi buzg'anlik emasmi? Jang apandi, bu bek ko'p bo'lib ketdi. Ko'p emas. Jang Hao kulib turib beshini chayqadi. Mening ishlarim tex ko'p. Vaqt kelganda menga ko'proq yo'l ko'rsatishingizni umid qilaman. Men uning gapining ma'nosini tushundim. U o'zining yomon ishning ko'p qilganligini biladi. Balkim pul xarjlab xotirjamlik setib olmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Men ishkilinib qilib, rahmat aytgandan keyin pulni yig'ib oldim. Ustam hozirmi sakratda. Pul men uchun bek muhim. Jang Hao xo'shlashib bo'lib keyniga burilib ketib qoldi. Ammo men ishkilinib turib uni chaqirdim. Jang Hao gumonlanib keyniga burildi. Li ustam, yana boshqa ish bormi? Jang apandi, yaqinda to'y ishingizda o'zgarish bo'lishi mumkin. Li ustamning demoqchi bo'lgani Jang Hao homiqib turib qoldi. Men gap qilmadim. Balki mujmal holda uyga bir qog'oz bekni ko'rsatdim. Jang Hao ozroq hayron qolgandan keyin u cho'nqur nafas oldi. Chiroyida bir xil g'azab chaqnadi. Ondan menga Li ustamning yo'l ko'rsatganiga ko'p rahmat degandan keyin oldirib ketib qoldi. Deb qoldi. Ba'zi jihatlarda men bu o'dilni deyamayman. Jang Hao u jihatda sal ojiz. Shunga ayoli uning yeshil bo'kka yegizchi tabiiy edi.
Canxo ketgandan keyin men hayron bo'lib pulni ilib sanab baqdim. To'p-to'g'ri 3000 yuan ekan. Agar tushdan keyin yana ichki savdo bo'lsa, undaqda bugungi davolash xarajati to'liq yig'ilgan bo'ladi. Ustam, men tirish pul topman. Doktorxonaga pul yo'q deb doringizni uzib qo'yishga hargiz yo'l qo'ymayman. Tushda tarixamak say bilan mo'mi yeb, oddiy g'izalni olgandan keyin men do'konda davomli o'tirdim. Darvaqa tushdan keyin xili chiroyli bir ayol kirib keldi. Noyda moda kiyingan. Kalt yopqisidan oppoq yo'tisi ko'rinib qolgan jazbdor ayol edi. Men sal hayron qoldim. Kentimizda bundoq yasnamagan ayollar noyda oz uchraydi. Muhimi, yana qora ko'zoynak va maska taqib yuzini to'sib olgan bo'lib, xuddi boshqalarning o'zini tunib bilishidan qochqandek qiladi. Qizchaq, qandoq ehtiyojingiz bor? Erimdan tayoq yedim. Ajrashib ketay desam unimidi. Erimning qachon o'lib ketadiganini ko'rib boqamdikin degandim. Ha? Men donq etib turib qoldim. Bu qandoq gap? Haqni o'ldi degili bo'lamdi. Biroq bu soda. Rad qilsam bo'lmaydi. Quruq yo'tilib qo'ydim. Men sinab beqib so'radim. Undaq siz yo'ldashingizning rasmini ep keldingizmi? Tug'ilgan kundagi 8 xatcho. Olmadim. Ayol beshini chayqadi. Sizlar palchilar mening to'yimdan erimning kelgusini bilalaytinglar emasmi? Amsa menga mushundaq hisoblab bering. Ha, bo'ladi. Maskani elib bitishga qulaylikmi? Men beshini lingishdim. Ayol ko'zayniki bilan maskani elib atdi. Ko'rib cho'chib ketdim. Shapaloq sarbisining yuz ko'zlari qizdirib ishib ketgan edi. Ko'zimi qordab, qon uyib qolgan edi. Bundaq bo'lganda men o'xshashla hech nimani ko'rmaydim. Siz yanala maskani taqib oling. Ondan qo'lingizni chiqaring. Men ko'rib boqay, dedim o'ng'aysizlangan holda. Ayol maskasini taqib, o'ng qo'lini chiqardi. Qo'lida hisoblash amaliyotda yuz bilan hisoblash asosiy jihatdan o'xshash. Faqat uchur ko'p emas. Uning o'tir barmog'ining yildiz qismi ko'tarilib chiqqan o'rin, ya'ni bizning nazarimizda Saturn to'piligi deb atilgan joy meni jalb qildi. Bu yer odamning sodligini ko'rsatadigan bir joy edi. Uning bu yerdagi siziqchilar qalaymiqan, uning ustiga 3 tal siziqchilar uning siziqchilariga so'zilgan bo'lib, och siziq hisoblandi. Demak, u to'y jihatda bek sodiq emas. Oz deganda 3 erni ozdirib yo'ldan chiqargan. Bundaq ayollarning erdan tayoq yeyishi normal ish-ku. Tapdan chiqqanlar yana erning o'lishini umid qiladi. Bundaqlar shaxsiyatchi, tash yurak hisoblandi. Uning to'yining o'zlib ketishiga kelsak, bir pichoqda o'zlib ketganda qiladi. Bu meni ixtiyorsiz ayolga qaratdi. Chunki bu uning birlik qatim to'yi borligiga vakillik qiladi. Uning ustiga eri rostli o'lib ketdi. Men hayron qolgan holda ayolga qaradim. Eringiz o'lib ketdi, lekin vaqtini aniq bilamadim. Buningda chiroyingizni qarashga to'g'ri keladi. O'lib ketsili bo'ldi. Ayol beshini lingishdi. Ovozda ozroqmi hasrat yo'q edi. Ko'nglimda bundoq ayolga uchrab qolgan erni nasbasqudak deb o'yildim. Undaqda men yana to'y qilamdim, deb so'radi ayol davomliq. Yo'q, siz bu umringizda faqat bir qatim to'y qilasiz dedim. Ayol jim bo'lib qoldi. U tuyuqsiz menga tikildi. Haqiqatan to'g'ri hisoblabsiz. Men donq etib qoldim. Bu nima deganingiz? Ayolning qarashlaridan andikib ketdim. Esimda qilishcha bu ayolni tunji qatim ko'rishim edi. Men tushdan burun siz pol ichib bergan Janxoning ayoli, dedi ayol so'g'uq kulib qo'yib. Men cho'chib ketdim. Janxoning ayoli? Ayolning tikilib qarashidan g'uduq qolgan bo'lsam-mu, chandirmadim. Ham ortiqmi o'ylab ketmadim. Agar u rostli menga ovorchilik deb bermoqchi bo'lgan bo'lsa, balki bir to'p odamni boshlab kirib, avval meni urgan bo'ladi. Yana meni izlab nima qiladi? Ayol menga tikilib birdan qarab turgandan keyin mening ajoyib tamkin ekanligimni his qildi bo'g'ay, ko'zlarini boshqa yoqqa ep qochdi. Xotirjam bo'ling. Men sizni avar qilganmadim. Yelimi yaxshi erimga dedingiz. Men mu o'g'irliqcha undaq jafo tatmaydigan bo'ldim. Endi erlar bilan ochiq-oshkora uchrashadigan bo'ldim. Bu gapni anglab gap topolmay qoldim.
bunda xotinga yo'liqqan Jan Xavoning nas bosqini ajablanarlik emas ekan. Biroq meningmi bu ayolni ko'zga ilmaslik maqsadim yo'q. Jan Xavoning u jati bo'lmasligi balkim ayolning to'la qarab qolishining sababidir. Ayol bu gapni qilib bo'lib, bir tutam qizil pulni chiqarib oldimga qo'ydi va yig'in kelib qulqimga pichirladi. Xili kelishgan yigitgansiz. Yuzlarim shu an qizirib, nima qilarini bilmay qoldim. Ayol nozlanib kulib qo'yib, belini to'lg'ib chiqib ketdi. Men deb pulni qo'limga ilib sanab beqidim, 2000 yuan ekan. Bugun ayol ishkaylan 5000 yuandan ortiq pul tepibdiq. Men pulni avoylab yanchig'imga soldim. Lekin o'ylamgan yerdan bayqi ayol yana qaytib kirdi. Sizdan yana bir ishni so'ray degandim. Men beshimni ko'tarib uning qardim. Qani danga? Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 5-qism. Sizdan yana bir ishni so'ray degandim. Men beshimni ko'tarib uning qardim. Qani danga? Ayol ishkinini birdan jimib ketgandan keyin eg'iz ochdi. Siz u jihatdagi ishlarni tushunamsiz. Bu gapni sal past ovozda qildi. Men uning degan u jihatdagi ishining nimani ko'rsatganligini tabiiy bildim. Ajaba u mehnat narsiga yo'liqqanmidi? Ozroq tushunaman. Ayol tortgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Bir do'stim yaqindan bo'yin boshqacha bo'lib qoldi. Telefon qilsammi olmadi. Boshda men uni bek aldirash o'xshaydi deb ko'p o'ylamabdiman. Lekin oldingi kuni uningga telefon qilmayla udul uyiga bordim. Eshikni ichib qarsam, u o'ziga o'zi so'zlab etibdi. Uni chaqirsam keyniga noyat tasda burilib qaradi. Ko'zi bek qo'rqinchliq, qarashlari sovuq. Tanni shurkandirdi. Sizningcha u mehnat narsiga uchrab qolganmidi? Mushu kamgacha o'zim bu jin olvosini ko'rib baxmagan bo'g'ashqa ortiq gap qilishni loyiq ko'rmadim. Shunga gapni kesib aytdim. Mehnat narsiga yo'liqqan bo'lishi mumkin, biroq bu ishni men hal qilolmayman. Siz polchidingiz-ku. Ularni tushunmamsiz? Ayolning ovozining gumonliqligi chiqib turadi. Qizjoq, jahonda ajoyib g'aroyib ishlar ko'p. Bir taraf qildiganlar 9 mazhabga bo'lindi. Buning ichidagi bir turnimi pishiq bilish oson emas. Hammani bilaman deyish osmonga chiqishdimi tas. Lekin do'stim bundaq ketaversa o'lib ketarmi? Ayol jiddilashib qolganda qiladi. Men uningga qarab qo'ydim. O'zining eriga shuncha bag'ritash, do'stiga shuncha ko'ngli biladi ekan. Haqiqatan ayollarni tushungida bo'lmaydi ekan. Amalsiz tortib qo'yib, ishkapni bir bog'lab nazarga ishiltadigan xushbiroq kuchi ilib ayolga berdi. Mundaq bo'lsin. Bilginim bo'yicha sizga yo'l ko'rsatay. Siz hozir do'stingizning uyiga berib, uni ko'chitib qo'ymagan ahvolda eshik oldida 3 tol kuchi yiqib, kuyib bo'lgandan keyin bir parcha suratga tortib, ondan ketmoq ko'rsatdim. Ustoz, menga hamroh bo'lib bila bormamsiz. Do'stimning puli ko'p. Agar siz uningga bu ishni hal qilib bersangiz, men bu yerda sizga kapolat beraman. U cho'qim sizga oz deganda 20 ming yuan rahmat puli berdi. 20 ming yuanga bak qiziqdim. Lekin buni bir taraf qila olamdim yo'q. Buningga bir nima deyamaydim. Men o'ng'aysizlangan holda beshimni chayqadim. Bu mehnat narsining yoki yaxshi yomonligini bilgandan keyin ondan yordam qila oladigan, qila olmaydiganligini jazmlashtira olmayman. Agar bu mehnat narsi bak eski bo'lsa, undaqda men hayotimni to'g'ri tiksam bo'lmaydi. Do'stim bek chiroyli. Ayol so'zini davomlashtirib, to'liqlab qo'ydi. Men kulimsirab ortiq gap qilmadim. Ayol mening o'ntinsiz turganligimni ko'rib, amalsiz chiqib ketdi. Ayol ketgandan keyin kechda do'konni taqig'icha hech kim kelmadi. Ishqilib bugungi savdo yomon emas edi. Xushal holda kechda qongacha uxlabdiman. Atiganda mashinaga o'tirib doktorxonaga pul topshirib bordim. Ustam texicha ho'ysiz yotadi. Chiroyi tatirib ketgan ustamga qarab, ichim og'rib, o'zimni aybladi. Agar opam bo'lmagan bo'lsa, ustamni taqqa chiqmagan bo'lardi. Hey opa, har qancha bag'ringiz qattiq bo'lsa-mu,
meni kichikimdan beqib cho'ng qilgan ustamni bundoq azoblasang bo'lmaydi-da. Ko'nglim yerim uyga qaytib, do'konning oldiga kelmay turibla, yiroqdilla bir esil mashinaning do'konning oldiga to'xtatib qo'yilganligini ko'rdim. Mashinaning ichida tunugun tushdan keyin kelgan ayol o'ltiradi. U mening qaytib kelganligimni ko'rib, oldirab mashinadan tushib, boshqa gap qilmay, yon telefonni menga sundi. Suratda üstürki 3 tal ko'jining ikkisi qisqa, biri uzun edi. Bu ayolning yaqin do'stini chirmab turgan maynat narsining ancha eski emasligini tushuntirib beradi. Olvasda bo'lmagan ekan, undaqda cho'qim talab qilgan bir orzusi bor degan gap. Uni o'rlab basla, bu maynat narsa tabiiyla ayolning do'stidan ayrildi. 20 ming yuan uchun ancha ikkilanib o'ltirmayla do'konning eshigini ochib, seriq qog'oz mo'y qalam, yana ozroq qizil yeb elib, ayolning mashinasiga o'ltirdim. Ko'ktat bozoridan o'tib ketib, pastga tushib, tirik xo'roz va bir parcha kola go'shtini setib oldi. Nimishqa xo'roz setib olasiz? Ayol qiziqsingan holda so'radi. Maynat narsalar bilan fikr almashtirish uchun. Yo'l bo'yi bu ayol menga ismining Jang Jingwen, do'stining ismining Yeji ekanligini, ikkisining xil yaqin do'stlardan ekanligini aytdi. Men mundaqli bir necha eg'iz moslashib, tezlik shahar rayoniga bir doji uy rayoniga keldim. Men bir qo'limda xo'rozni quchoqlab, Jang Winjingga agishib binoga chiqdim. Jang Winjingda do'stining uyining ochqichi bor bo'lib, eshikni echishiga tani shurkan turadigan sovuq havo yuziga urildi. O'zini tutib olmay titrab ketdi. Quchoqlab turgan xo'rozmo shu hamon chillab ketdi. Uy ichi nihoyatda qorong'u bo'lib, Jang Winjing timsiqlab yurib, chiroqni yondirdi. Va meni bir yotoq uyning oldiga boshlab kelib, barmoqi bilan ko'rsatib, ichini ishorat qildi. Men eshikni qiyo ichib, yo'chuqdan uy ichiga qardim. Uxlash kiyimi kiyib olgan, chochlari poqib ketgan bir ayol xuddi yog'och qo'nchoqdek karvatni cho'rdab, u yoqdan bu yoqqa minib yuradi. To'xtamay so'zlaydi. Bu turqi haqiqatan sarangdan qilishmaydi. Ayol menga qarab qo'yibla, hech ish bo'lmagandek karvatni cho'rdab mengiyverdi. Bu meni har holda xotirjam qildi. Agar u raqibini ko'rgandek menga tikilib qarab tursa, men cho'qim tartliq qechib ketaman. Buningda qilchi ikkilanmayman. Men uningga gap qilmay, eshikni bo'sh yopdim. Ahvoli yomon emas-ku. Har holda yaxshi. Shundoq degach, seriq qog'oz bilan mo'y qalamni ilib, o'tirib barmoqimni tishlab qonga tekkizib, seriq qog'ozga tug'ilgan kunim degan xatni yozdim. Ondan seriq qog'ozni mechib, xo'rozning og'ziga soldim. Orqadan qizil yip bilan xo'rozning tojisiga bog'lab, bir uchini bosh barmog'imga chigib, xo'rozni qo'yib berdim. Va eshik ochiqidan qop yurak olvosdi, gunohingni tunudingmi deb varqirdi. Yeji tuyuqsiz kirib kelayotgan xo'rozga tikilib qarab qoldi. U hodiqib ketdi. Xuddi uni ko'chdikidek bir narsani ko'rgandek, oldirab tinab, bir buningga mo'kib olib varqirdi. Meni tutma! Meni tutma! Men hozir uning tinidan ayrilaman. Shu gapdan keyinla Yejining badani bo'shib yerga yiqildi. Aslidagi o'rindan tuyuqsiz yenik is ko'tarilib, asta-asta bir simo paydo bo'ldi. Bu simo bak g'alita. Xuddi to'rt atrofni nefis tuman qoplab ketgandek g'uva va surlik edi. Mening jin olvosini tunji qatim ko'rishim boshqa qo'rqib, yuragim ansiz selib, varqirab tashlamaslik uchun og'zimni ching etib oldi. Men birdan tinchilib o'zimni besib oldim. Uning nazarida men kalabosh avliyo, shunga men ustunlikda edim. Men qo'lim bilan qizil ipni tortdim. Heliqi ichiga kirib ketgan xo'roz darhol xirildab, bo'g'iq ovozda qoqildab ketdi. Olvosda qo'rqimdan huvlab to'xtamay apu so'rashga boshladi. Men jinga tikilib bir hoza qarab turgandan keyin ondan gilimni tortib davomli so'rdim. Sen u dunyoga tavba turuqliq, nimishqa poni olamki kishilarga ziyonkashlik qilasan? Avliyo begim, men uningga ziyonkashlik qilmadim. Qarasam bu ayol shu kuni ko'chada masbub etib qopti. Men uningga menimi uyingizga ib ketsangiz desam, ma'qul dedi. Shunga men uning bilan qaytib keldim. Mening o'lib ketganimga uzun bo'lmadi. Shunga o'lgan yerdan bek yiroqqa ketmayman.
Agar begim mening jastimni tepib bersa, men cho'qim begim bilan qaytib ketaman. Jin tizinib o'ltirib, menga bosh qo'yib yalvurishga boshladi. Ilgari ustam menga odam o'lgandan keyin agar o'lik ba'zi benormal muomalalarga uchrasa, masalan, jasadning ustida biror maynat yoki qosh ko'zi, yurak, o'pka jigarining bir qism joylariga biror narsa sanjilib ketsa, qaytib ketolmaydi degan. Yaqinroq kelgandan qarab boqay. Uni yaqinroq kelishga buyurishimdagi sabab uning chiroyidan, uning qayerda o'lganligini yoki qanday o'lganligini bilish edi. Bu mu 100 dirani hisoblashning bir xili. Bu jin o'rnidan turib, asta-asta oldiga yaqinlashdi. Men shundala uning 20 yosh atrofidagi oliy maktab o'quvchisi ekanligini bayqadim. Meni xotirjam qilgani, uning chiroyi buzilmagan yoki benormal o'zgarmagan edi. Qosh ko'zlaridan ma'sum va yaqinlik chiqib turardi. Meni g'azablantirgani, uning bo'ynida noyti cho'nqir bir yo'g'on iz bo'lib, kishini cho'chitadi. U boshqalar tarafidan arg'amchi bilan bo'g'ib o'ldirilib, jasadni boshqalar topolmaydigan yerga tashlab o'tgani aniq. Uning ustiga bu ayol jin pay chiroyli bo'lib, cho'lponlarga o'xshaydi. Ko'zi buloqdak, qalbki qizil, tishi sadabdak, ishqilib, nuqson taqilib bo'lmaydi. Ma'nisizdagi yumuloq, chavg'aylarning o'yimida bor. Texmo muhimi uning qichida mang bor. Bu xil chiroy 100 necha yoshgacha yashaydi. Hech bo'lmaganda 70-80 yoshgacha yashida hech qanday masala yo'q. Demak, u bundoq baldir o'lib ketmasligi kerak edi. Oddiy qilib aytganda, faqat ikkili ehtimollik bor. Birinchi, nohaq o'lgan. Ehtiyotsizlikdan boshqalar uchun bir balo qazon to'smoqchi. Ikkinchi, u balkim texi o'lmagan bo'lishi mumkin. Ko'z oldindagi yerim suzuk badan balkim uning qo'rqib ketgan ruhi bo'lishi mumkin. Tahlil qilib bu yerga kelganda men cho'nqur nafas ilib qalbimdagi qo'rqinchni bosdim. Yenini zo'ngzib o'tirgan jang-jangdan qo'rqib ishtonga chiqib o'tay deb qoldi. Qayerda o'lib ketganingiz esingizda bormi? Shu kuni savodishimning tug'ilgan kuni edi. Biz birga qavoxonda azroq aroq ichdik. Ondan qaytish uchun taksi to'sayotganda savodishim tuyuqsiz bir narsasining qavoxonda tushib qolganligini, berib akib olganligini aytdi. Men yo'l bo'yida uni saqlab turdim. Tuyuqsiz birsi og'zimni itib olgandek his qildim. Ondan keyingi ishlar esimda qolmabdi. Anglab bu yerga kelganda ichimda ulug' kichik tinib qo'ydim. U saboqdashini bir qitimliq balo qazotini saqlab qolgan edi. O qavoxonning ismi esingizda bormi? Tun qorong'usi qavoxonasi. Dedi jin o'ylanib. Men bir chetda turgan Jangvinjinga qarab qoldim. U esini yig'ib past ovozda yaqin atrofda ekanligini aytdi. Men beshimni ling'ishdim. Ondan bu ayol jinga tikilib turib shundoq dedi. Sizga ishinay, mening og'zimga kirib eling. Men sizga yordamlashib, jasadingizni tepishib beray. Begimga rahmat. Ayol jin yenik ustidagi o'ynab xo'rozning og'ziga kirib ketdi. Men darhol barmog'imni tishlab, xo'rozning og'ziga qartib ozroq chekdim. Ishlar o'ng'ishli tugagan edi. Haqiqatan mening o'ylamgan yerimdan chiqdi. Acaba bu ayol jinning o'lganiga rostli uzun bo'lmaganmidi? To'g'ri emas. Men uningga aldandim. Men boya bu ayolning yuzini hisoblaganda uning qishi uzun ham tuz, uning ustiga qishi bilan chechining oraliqi 1,5 so'm keladi. Bundaq odam bek aqllik. Uning ustiga uning chiroyi boya bek tinch edi. Ozroqmi aloqazodlik bo'lmadi. Demak, u boya xurosini tunji ko'rib qo'rqib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin yaqinlashgandan keyin mening qalabosh avliyo emasligimni bayqadi. Lekin uningga yordam qilgan borligimni bilib qoldi. Shunga suvning eqishiga qarab ish tutdi. Men yerda titrab turgan xo'rozga qarab qo'ydim. Ko'nglimni bundaq oltinishdan bezor bo'lmadim. U faqat yer mahkamasiga berib xabar bermoqchi bo'ldi xolos. Biroq bundaq o'ylasam ko'nglim bir qism bo'lib qoldi. Men tunji qatim jinni ko'ribla bir taraf qilib etdim. Bu jihatda talantim bo'y o'xshaydi debdi men qo'rg'anda. Men yana cho'ltganman. Xo'rozni quchoqladim. Quloq düğümde bir ovoz anlandi. Menga yordam qilishni xohlaganingizga ko'p rahmat. Butun badanim qetib qilib, qo'ynimdagi xo'rozni tashlagili tasli qoldim. U darvaqa meni bilib qolgan edi. Meyqida kulib qo'yib, o'nglimgan qiyofatga kirib oldi.
Жаңмынжың алдырап тенеп, ежini yo'lab karavotga yotqizdi. Onunğa azroq zanjirli cheydinab bering. Bir necha kundan keyin hech bo'lmaydi. Жаңмынжың beshini ling'ishtib, ondan uning sumkasini ishga bog'lan qizil pulni ilib menga sundi. Naq 20 ming yuan edi. Tüzd qilmay oldi. Agar burun bo'lgan bo'lsa, men ustamga o'xshash 300 yuan olatdim. Lekin hozir ustam doktorxonada o'ysiz yotadi. Qachon o'shiga keldigini bilmayman. Har kuni pul ketadi. Olmasam bo'lmaydi. Жаңмынжың do'sti yaxshi bo'lib qolgandan keyin do'konga berib, meni izlaydiganligini aytdi. Men 5 minut ling'ishtib, rahmat aytib qo'yib chiqib ketdim. Bu ayolchin qo'ylimda xo'rozning qo'risqida men yanada darhol uning jasadini tebib, uni qayta to'rildirishim kerak. Navoda bu ayolchining arvohi tuyg'usi uchib ketsa, men tugishma. Ayolchin degan tun kech qaboqxonasiga berish uchun taksi to'sidim. Yigit, xo'rozni nima qilasiz? Ermak hayvon qilib baqdingizmi yo? Sho'pir ustam chaqchaq qildi. Yo'q, yezki momam akapdi. Dedim o'ng'aysizlangan holda. Hozir kunduzi bo'qashqa qaboqxona texi echilmagan bo'lib, ayolchindan uning qayerda taksi saqlaganligini so'radim. Ayolchinning ovozi yana bir qitim quloq tuynida yangradi. Keynidagi bir ko'cha yig'izida. Men uning ko'rsatmasi bo'yicha keyingi ko'chaga qarab mangdim. Izlashni nerdan boshlasam bo'la? Men faqat bir polchi. Jasad izlashni men qandoqmi bilay? Biroq qoida bo'yicha aytganda, bu ayolchinning saboqdishi qaboqxonadan kelib, uning yo'qolib ketganligini bayqasa, soqchiga ma'lum qilishi kerak. Nimishqa bu yerda soqchilar tekshirib qoldigan yepuchi yo'q. Ko'nglimda gumon paydo bo'ldi. Tuyuqsiz ko'zim ichki izg'i tushdi. Ishki boshliq oyoq seyrilib ketgan izda qilatdi. Bu isbak sus ham qalayimqon to'g'inib turdi. Xuddi sus siyoqqa o'xshaydi. Lekin bu men uchun shak shubhasizki bir cho'ng yepuchi edi. Shu kuni egiz boshliq oyoq kiyganmi? Shundoq. Inchki egiz boshliq oyoq kiygan. Hayronlikda erimash-chirmash to'lg'inib qoldirgan oyoq izini bo'ylab menishga boshladi. Oyoq izi ko'cha do'qmishiga kelganda yo'qolib ketdi. Bu yer cho'ng ko'cha ham o'tishib turgan mashinalar jiq bo'g'ashqa izni farqlantirish tas edi. Men o'zimni aqllik chog'lab biror yepuch topa olayman deb o'ylabdiman. Lekin yaqin atrofni yerim kun o'yinlab hech nimaga erishamadim. Balkim u ayolchinning jasadini bevosita mashina bilan ilib ketgan bo'lishi mumkin. Ko'nglim sal yerim bo'lib, ayolchindan davomli so'rashga majbur bo'ldim. Boshqa narsani asyalamsiz? Esimda qolmabdi. Tapqili bo'lmasmi? Menga ozroq vaqt bering. Men kasb ahli emas. Shundoqdimi cho'qim tirishiman. Dedi men egri besiqlik bilan. Ayolchin yenik birini tinib gap qilmadi. Ishkinini bir qarog'i kelamay turganimda yan telefon tuyuqsiz sayrab ketdi. Qarsam yaqin birodarim Zotenjan edi. Bu soltak to'liqsiz o'tlar maktabni bitirgandan keyin boshqa bir shaharga ko'chib ketgan bo'lib, ko'rishmaganimizga 3 yil bo'lgan edi. Shotyan, men qaytib keldim. Ustaning do'konining oldida. Sen qayerda? Qishingga boray. Qancha chichayli?